漫画偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Bunundan 180 yil ilgari Angliyaning Gostarsa oblastidagi bir bozorda Eduard Jinna ismli bir doktor yashaydi. Qilaymi, qilmaymi? Chataxeri, o'zimning to'liq ishonchim yo'q. Ammo buni yana amaliyotni o'tkazmay bo'lmaydi. Doktor, balam bel og'rib qolgan. Ko'rib baqsila bo'pti ekan. Balam, oppoq balam birdam chida, Jinna doktor hozirlik keladi. Karat qatqazon. Ha? Gel şu keselkende. O nemi keselken doktor? O nemi keselken doktor? Benim çiçek çıktı. Mundaq keselni hazır tibabet ilmi bilen davalash mumkin emas. Nima? Çiçek virusi qo'rqinchli kasal bo'lib, uningda qizitma o'rlagandan keyin bosh og'riydi. 3-chi kuni kelganda toshma chiqadi. Toshma asta-asta butun badanga taraydi. Shuning bilan odam o'ladi. Men balam. Menden o'tdi. Navoda men burroq tajriba qilgan bo'lsam, Bichorvel hajab o'lib ketdi. Bu kasalga faqat iloj qilib bo'lmamdi. Jura, ketel o'g'lim. Sen Velni yaqin do'stsan, ha? Ha. Uning eng yaqin do'stim, o'lgur chechak virusi. Kechirgin. Efendim, siz chechakni davolashning usulini bilib turib, nemish uni qutqizolmadingiz? Undaq emas. Uni davolash mumkin emas. Gap, uningga chechak chiqqichilik bu kasaldan oldin olish kerakdi. Men qara o'g'lim. Chechak Isa payg'ambar dunyoga kelishdan burunla insonlarga tahdid soladigan qo'rqinchli yuqumli kasaldi. Mundaq kasalga girtar bo'lgandan keyin ko'pincha odamlar o'lib ketadi. Ozgina odam saqlagan taqdirdimi, buning tatug'i qilib umr vayat yo'qotib kelib bo'lmaydi. Hayron qolarli xiri shuki, bu kasalga girtar bo'lmaydiganlarmi bor. Men kichigimda inek sog'adigan hammam inek sog'adiganlarga chechak chiqmaydi. Bu Xudoning iltifoti deydigan. Keyin poplik qiladigan akammo menga Xudoning qilgan ishida cho'nqur ma'no bor deydi. Ammo men bu gapning ma'nosini tushunmaydim. Shunga men Londonga berib tashqi kasallar doktori Johan Hunter afandiga shogirdlik qildim. Inek sog'adigan odamga ajab chechak chiqmaydi ekan, ha? Buning sababini muallimi bilmaydi ekan. Ammo muallim menga ilhom berib, yeshilmagan sir tadqiq qilish qiymatiga ega degan. Shunga men Navoda buni tadqiq qilib, muvaffaqiyat qozansam, kishilar chechakdan qo'rqmaydigan bo'ladi deb o'yladim. Efendim, amsi tezroq tadqiq qilmamsiz? Tadqiqotni qilib oldim. Buning 16 yil ketdi. Undaq bo'lsa, nimishqa tajriba qilmaysiz? Jur'at qilmayapsiz ya? Efendim, siz erkekmi? Sen-chi? Menmi erkek? Shundaq qilib befos jinnaga o'zligidan tajriba obyekti bo'lib berdi. Bak og'rib ketamki? Mayli,
Qani başlang. Nimaga qarab tursiz, efendim? İşençi qoba. Ama Bu ablah nima qilyapti? Seni mening balamga kalının çiçek vaksinasini urg'ilib etibdi deydi. Rostmi? Ha? kalının çiçek vaksinasini adamga ko'chirsa, adamga çiçek chiqmaydi. Bunda qilsang balamni o'ldirib qo'ymamsan. To'xtang. Men kalının çiçek vaksinasini ko'chirish usulini ilmiy jihatdan isbotladim. Ma materialni ko'rib beqing. Mana. Bununla kim ishongidek? Sening naring doktor. Mana, uy ketimiz. Efendim, unutib qolmang, o'zingizni erkak demaganmidingiz? Ammo seni qiynab qo'ygan o'xshayman. Shuningdan keyin bir kuni kashda Efendim. Jinno efendim. Befosmisan? Kecha o'g'ani kelib qolsa, bir ishing bormidi? Efendim, siz qasmingizni unutib qoldingizmi? Bo'ling, tajribani hozir boshlang. Hozirlama. Ha, hozirla. Nima bo'ldingiz efendim? Bo'lmaydi. Olamadi sataq bo'lib qolsa, buning o'rnini to'ldirib aql bo'lmaydi. Bo'ldi, qaytib ket befos. Nima dedingiz efendim? Gapingizni turmaydi ekansiz-a? Sizning naringiz erkak. Siz ishonchim bor deb o'zingiz demaganmidingiz? Endi bel qo'yayotganingiz bo'lmasa, sizning 16 yil tadqiq qildim deganingiz yolg'on ekan-da? Voy yolg'onchi! Puto, tushundim. Men qo'rqinchoq. Meni kechirgin. Jinna oxiri qat'iy niyatga keldi-da, tayyorlikni tezlab bitirdi. Oxir qildingiz efendim. Og'irdimi? Yana nima qilyapsan? To'qib po'qi. U hayvon! Turib turing. Birdan turib turing. Men sizga deb beray. Ay, men sizga tushuntirib beray. Unda ketmangdi. Men hargiz qo'shilmayman. Qo'shilmayman dedim. Dada, unda qilmang. Bu doktorning ishi emas. Men o'zim kelgan, uningda gunohi yo'q, dada. Bo'ladi. Men tushundim. Qo'shildim. Dada, salomatligimni keyin ko'rib, ondan bir nima demamsiz. Doktor, bir yeringiz Yo'q, og'rigandi. rahmat. Doktor, agar mag'lub bo'lsangiz men sizni kechirmayman, jubo. Jinnaning tajribasining halqiliq yeri orqada edi. Chechak vaksinasining ta'sirining qanday bo'lganligini bilish uchun befosni yana bir qatim tajriba qilmay bo'lmaydi. Endi uningga bemorning chechak bakteriyasini ko'chirishga to'g'ri kelgan edi. Bu aldamchi! Sondani doktor! Yaxshi! Shifoni o'tirib qo'ydi! Yaxshi! Jinnaning tadqiqotiga asoslanganda befos haqiqatan immunitet kuchiga ega bo'lish kerakdi. Lekin buni 3 kungacha isbotlash mumkin bo'lmaydi. Shunga bu 3 kun doktor Jinna uchun umridagi eng uzun 3 kun bo'ldi. Oxiri 3 kun to'shdi. Shu kuni atdiganda ishni iching deyman. Chapsan ishni iching. Bo'lmaydi. Befos uxlaydi. Xayrli ishlar, efendim. Saqmasan befos. Balamning yuzida bir tatib turamdi, nima? Yo'q, dada, bu degan murabba boyi choplashib qolgan. Onda kamda. Ammo mening yanali ishongim kelmayapti. Dada, men nayt sog'lom. Qo'rq ketmangni qo'y. Mana uy ketimiz. Doktor, siz muvaffaqiyat qozondingiz. Xayr xo'sh befos. O'smir befosning hamkorlashishi oqisida doktor Jinna vaksina ko'chirishning foydali ekanligini oxiri isbotladi. Lekin qo'rqinchli chechak virusini odam badaniga maqsadli ko'chirish haqiqatan nurg'un kishilarning ayblashiga uchirdi. Norozilik bildirish xatlari mamlakatning har qaysi joylaridan to'xtamay kelib turdi. Kasallik bakteriyasini odam badaniga maqsadli ko'chirishdan iborat bu ish hatto doktorlarni hayron qoldirgan edi. O abla xayliqqa Jinna doktor shumi? Kichik balig'imni tajriba qilgan bormi? To'g'ri bir odam ekan. Ashundaqmi kalva doktor bo'lamdi? Ashir efendim. Siz hayat bo'lgan bo'lsangiz nima deyaptiniz? Eduard, sizning tajribangiz butunlay mukammal tajriba. Ishonchingizni hargiz yo'qotmang. Dunyo sizdan aman minnatdor bo'ladi. Durust, ish haqiqatan doktor Hashimning degandek bo'ldi.
Doktor, mening balamga hilqi vaksinini urib qo'yingchi. Bolalarning hammasi chechak bilan o'lib ketib, mush birli balam qoldi. Bana yordam qilingchi. Sizdan o'tinib qolay, doktor. Kirim. Doktor, ma balığımı urib qo'ysingizchi. Buningimi urib qo'ying, doktor. Jenna doktor, sizdan o'tinib qolay. Dada. Jenna doktor, Doktorga urib qo'ying. Bana urib qo'ysangiz bo'pti ekan. Doktor Jinna'nın bu kəşfiyyatını kişiler asta-asta düşəndi. Kündə sağlam oynab sürgən Bifus bunun nəhayət obdan pakiti idi. Kişiler tərəfindən nəhayət qorxunçluq deb qarılıb keliyotgan bu yuqumluq kesel şunundan keyin g'oyib bo'ldi. Hamda bu iş keyin tibabət sahəsiga nəhayət zo'r ta'sir ko'rsatib, kishilarga kasalning oldini olishdan iborat bu uqumni to'nitdi. Bu uqum keyinchi tibabət sahəsində nəhayət muhim sınaq bo'lib qoldi. Jinna'nın bu töhfisi keyin bütün dünya xalqining olqishiga erishdi. Shu yerdagi Angliya parlamenti Jinna'ni insonlarning shafqatchisi deb atadi. Sizga ko'p rahmat. Jenna doktor bo'lmagan bo'lsa, qanday qiladi, ha? Ras. Bizni Jenna doktor qutqazdi. Shunday. Odam ömrü naytı qisqa, ko'zni yumib ochqicha o'lib ketadigan narsa. Biz bu hikoyada bir shahzodaning yosh vaqtida beshdan o'tgan ishlar to'g'riliq to'xtalamiz. Canvarım Bokbaros. Aristotel muallim ikkimizni aka ini ekansizlar dedi. Ha, biz ne görmüz digire? Ne görmüz? Bokbaros şugire. Sen ne görmezsen ben bu şuya görmem. Bu shahzodaning ismi İskender bo'lib, u nayt uzun zamonlar ilgari Makedoniya deydigan bir kichik davlatda dunyoga kelgan. U taxt varisi edi. Dadasi podshoh Filipos Gretsiyadan Aristotel ismli bir filosofni shahzodani o'qitishga taklif qilgan. İskender, sizli qilalamdilar. Odam deganda intildigan ruh va g'oyib bo'lish kerak. Yuksak Gretsiya madaniyati va san'atimi g'oyidin borliqqa kelgan. Shahzoda, sizlar hamon bir kuni podshoh bo'lala. Men sizlarning yuksak g'oyaga ega podshoh bo'lishlarini umid qilaman. Afsuski, hozirgacha bundoq podshoh chiqib boqmadi. Uzun o'tmay qo'rqinchli bir ish yuz berdi. Ya'ni podshoh Filipos qasdga uchradi. Podshoh o'lgandan keyin shahzoda taxtga o'ltirdi. Ammo bu ishlar bak tuyuqsiz bo'lg'ashqa İskender hech qanday iddiviy tayyorlik qilib olmagan edi. Ben podshohlikni qamlashtirib olamanmi? Makedoniya o'zi kichik davlat bo'lsa-mu, lekin uning qo'shini nihoyatda qudratli edi. Shun uning boshqa davlatlar bilan har vaqt urush qilish ehtimoli bor edi. İskender 20 yoshida taxtga varislik qilib podshoh bo'ldi. İskender, o'zlari yuksak g'oyaga ega podshoh bo'lg'aylar. Bu davlat yep-yeni ve yosh davlat bo'lishi kerak. Yo'q, yalnız bu davlat emas. Bütün dünya yep-yeni ve yosh dunyoga aylanishi kerak. İskenderning g'oyasi borgan siri kuchaydi va uzun o'tmay uning qilgan ishlari yiroq yaqindagi qo'shni ellarga taraldi. Tayyorlaninglar! Olg'a! Qo'shni ellar yosh İskenderning xolig'ini qilishiga yo'l qo'yamdi. Yo'q, hargiz yo'l qo'ymaydi. Atrofdagi davlatlar Makedoniyani yo'qotishga tayyorlik ko'rdi. İskender askariy kuchi degandek yetarlik bo'lmasa-mu, oldi bilan hujumga o'tish qaroriga keldi. Canverim, işler sana bağlıq.
bizning qanchalik ilgirlay olishimiz ikkimizning kuch-qudratiga bog'liq. İskender işgal qilgan davlatlarni o'zining ko'ngildagidek davlatga aylantirish maqsadida bir turkum olimlar va san'atkorlarni o'zi bilan birga etmoqan edi. İskender hujum boshlashda birinchi bo'lib ayni vaqtda dunyodagi eng qudratli davlat Persiya imperiyasini nishonga oldi. Uning qo'l ostidagilar qarshi turgan bo'lsa-mu, lekin u ularga qilch yo'l qo'ymadi. Qara, Bokbarus. Persiya qo'shinlari kelyapti. Ajab chiq odamga bu. Endi ilishmay nima iloj? Alileri, bugün bir keşif ketdi. Bugün demelip, et qayta ilişeli. Düşman mu shundoq o'ylayotdi ayqichan. Shunga hozir hujumning taza yaxshi payti. Hurra! Bokbarus! İskender qo'shinni boshlab qilchi ishkilanmasdan dushmanga tuyuqsiz hujum qildi. Buning bilan Persiya podshohi qattiq sarosimga tushdi. Bu ağızdan süt bırak turduğun baramlık. Onun qattiq adımını beringlar. Ko'zni chaqnatib, jahonni zilzilaga soladigan jang oxiri boshlandi. Bokbarusga mingan İskender o't yalqini va qiyochiya ichida chaqmoq tezligida dushman bazasiga bosib kirdi. Oxirida İskender g'alaba qildi. G'alabadan keyin u o'zining g'oyasini ishga oshirishga darhol tutish qilib, oqidan port va shaharlarni bino qilishga boshladi. Shaharlarning markaziga oliy maktab, tadqiqot organi va kutubxonalarni soldirdi. Nurg'un kitoblarni nashr qildirdi. Bu shaharlar keyingi avlodlarning fan texnika va san'ati uchun asos hozirladi. Oldingi qitimliq jangda mag'lub bo'lgan Persiya podshohi qayta qo'shin to'plab, İskenderni mag'lub qilish to'g'riliq qasam ichdi. Men bu harimini hatta tushimdimi ko'ryapman. Men seni bu qumliqqa shu g'oyalarim bilan qo'shib ko'msam, xat. Bu do'qi jangda yana İskender oldi bilan hujumga o'tdi va mislsiz tez surat bilan dushman istehkomiga bosib kirdi. İskender'e etinglar. Ursal tekne ucukturunglar. Onu qarg'ilinglar. Etinglar. Oxirida Persiya qo'shinlari butunlay yo'qotildi. Bir mahal jahonga sig'magan Persiya imperiyasining barliq zimini İskender Zulqarnaynning hukmronligiga o'tdi. Lekin İskenderning orzu-armonlari texi oxirlashmagan edi. Bokbarus. Teximiz yiroq joylarga boraylik. Sen bilan men texi yosh. Rahat farog'atga berilib ketib, olg'a ilgilimisak, qamlashmaydi. İskenderning qo'shinlari sharqqa qarab davomliq ilgirladi. Uning qo'shinlari o'tgan joylarga kayni-kaynidan yangi tipdagi shaharlar bino qilindi. Qonur kabi qizigan qumliq, osmonga taqashgan tog' va qudratli dushman qo'shinlari uning olg'a ilgirlash yo'lini to'sib qolmadi. Oxiri İskenderning qo'shinlari Hindistonga yetib keldi. U mana bu yerda qiyinchilikqa duch keldi. Qarshi taraf ular faqat ko'rib boqmagan yo'g'on maxluqqa menavagan edi. Bu qatimqi urushda oxiri yana İskender g'alaba qildi. Ammo uning o'zi bilan birga jangga qatnashib kelayotgan Amroq eti Bokbarus o'ldi. Bokbarus. Sen meni tashlab ketding. Sen meni yolg'iz tashlab ketding. İskender mushundaq ahvoldimi o'zini yo'qotmay yana davomliq ilgirladi. Ammo qo'l ostidagilari uning g'oyasini ishga oshirish uchun uning kaynidan davomliq mengaverishni xohlamayotdi. Uning sabri intayin mushkul ahvolga tushib qoldi. Otlari yetib qoldi.
ochlig'i va suymi tugidi. Mundaq ahvolda ularning safarini davomlashtirishi mumkin emas edi. Nima bo'ldi? Alelari. Nima? Bar yo'qqa musu qapti. Suv. Alilari. Bu son yalğız men issem bo'lmaydi. Juringlar, safarimizni davomlashtiraylik. Qo'l ostidagilar yosh va botir podshoning bu ahvolini ko'rib, yuraklariga pichoq sanchilgandek bo'ldi hamda uning orzusini biz barbod qilib etib qoldik deb o'yladi. Ular yakki yagona Iskandarning keynidan untinsiz ketyotdi. Iskandar uzunga so'zilgan bu jafoliq safar oyoqlashay deganda qazo qilib ketdi. U yurti Makedoniyadan ayrilib 11 yil jang qilish jarayonida yurtiga bir qetimi qaytmay yoshlik davridagi g'oyasini ishga oshirish yo'lida safar ustida o'zining qisqig'ini hayotini oxirlashtirdi. Iskandar vafot bo'lgandan keyin uning imperiyasi uzoq o'tmay parchalanib ketdi. Ammo uning yoshlik davridagi g'oyasini ishga oshirish uchun soldirgan shaharlar keyingi avlodlar og'zidan tushirmaydigan Yunon madaniyatini borliqqa keltirib, dunyo tarixining taraqqiyotini zo'r darajada ilgari surdi.働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してなんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは大統領